Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Ninja. Bugun Dallas 2026 o'ynaymiz. Akkauntim mana Livi. Odamlar bilan o'ynaymiz. Kuchli tushsa. Nima bo'lsa ham kuchli tushsa. Shunday qiziqroq bo'ladi. O'zimda ham akkauntim kuchliroq. Abduqodir bor ekan. 54 ga. Men 35 ga kirgan. Salomlashib qo'yamiz. Like bilan obunasidan chiqmasin. Haaland, Salah, Rivaldo, Rafinha, Camavinga, Husanov, Diaz, Kvaratskhelia, Bastoni. Ko'proq gol urishga harakat qilaman. Eli chiqib ketsa yaxshi bo'lar. Gol urgan. Salah tappadacha va Salqa. Haaland Oblakam full. Kimedi? Rivaldo 91 shunday. Rafinha. Menda Bastoni var. Unda Rivaldo, menda Bastoni. Batistuta tezlik kimda? Salah. Oblakdan super safe. Kvara. Batistuta. Patket. Salah birga bir. Batistuta qochdi. Qochadimi? Qochdi. Tezlik kamlik qildi. Tezlik kamda. Salah bo'lganda edi, qochib ketaydi. Rivaldo birga bir. Bastoni o'tkazma. Sal qoldi gol ketaydi. 91 ekan Rivaldo. Like bilan obunasidan chiqmasin. Salah yetib oldi. O'tamaga padacha. Rafinha. Bostrom ishlamay qo'y. TPR. Kammi qilish kerak endi. TPR o'tib patkatib berilib ketdi. Bunday qilib o'tma. Bastoni mana patkat. Mana. Qoch. Tugab qoldi. Mana shu ham tugadi. Kianni tushirsam tezligi 96. Buni tez olis tushmaydi. Ikkinchi taym ham boshlandi. Kianni gol urishim kerak. 96 tezligi. Nima qilyapti? Sal qoldi. Bastoniga padacha yugurkin. Batistuta birga bir chiqib ketdi. O'p qo'ydi. Donnarumma bartar. Oldiga tep yordim. O'tmayapti. Yugur Konate. Super safe. Oblakdan. Tez 2 gol urib olishim kerak. Keyinda. Tep yordi Rivaldo. 91 ekanda. Tezligi kuchli. Kuchaygan baribir zo'r bo'ladi. Tezliklari kuchli. Kuchlari yaxshi bo'ladi kuchayganda. Shuning uchun o'tib ketib qolyapti. Vinicius. Fandikdan patkat. Qoch.
Rubin Husanov. Qochdi. Qoch. O'tolmay qoldi. Oblakdan save. Qochdi Guardiola. Birober. Tugashiga 1 daqiqa qoldi. 1 daqiqa qo'shib berdi. O'tib ketmashi kerak. Ya o'tib ketyapti. Tugadi. Eng zo'r o'yinchi ham bo'ldi. Hozir videoni o'chirib turaman. O'yinim tugadi. Like bilan obunani ko'proq bosib qo'ysangiz, ko'proq video chiqaraman. Video tugadi. Xayr.